O'g'limda moliyaviy savodxonlik bo'lishi uchun, yaxshi rivojlangan bo'lishi uchun adasi-rosa pul haqida ko'p ma'lumot beradilar. Pulni nimaga ishlatish kerak, nimaga ishlatmaslik kerak, ortiqcha pulni tejash kerakligi haqida doim o'rgatib yuradilar. Lekin nazarimda o'g'lim yoshiga nisbatan pul mavzusida juda ko'p o'ylanadigan bo'lib qolganda, chunki kecha торговый centrga olib bordim. Ustiga kiyim-bosh ko'rib, o'ziga kiydirib olaman deb ko'pincha o'zimiz olib kelamiz, uni yetalab yurmaymiz va kiyimlarni borib birinchi narxini qarayapti. Masalan, menga yoqqan narsani olmadi. Yo'q, bo'lmaydi, bu kerak. Menga sifati rosa yoqqan narsalarni olmadi. Vaholanki sifatini doim o'zim ko'rib narsa ko'tarib kelardim. Narxiga qarab, yo'q, bu kerak emas deb. Bir tomondan yaxshi bu narsa deb o'ylayman, lekin 11-12 yoshda bu narsa haqida rosa bosh qotirish yaxshimikan, yo'qmikan? Shunga sizlarning fikringiz qanaqa?